Assalomu alaykum. Sizlar bilan Garaj 21 ko'rsatuvi. Biz bugun Navoiy mashina bozorini obzor qilamiz. Biz bilan qoling. ...2009-yilgi Matiz. Unsasini yangi tur, yaxshi turibdi, holatlari yaxshi, idealni turibdi, metallari bor. Ko'rinishi ajoyib. U adashmasam anavi qo'yganlar. Signal almashtirganlar, как положено. Udar ovozida chiqish uchun signalni almashtirganlar. Ko'rinish asanasi yaxshi, kraskalar ratnoy, hadoylar yaxshi turibdi, men ketmagan. Salonlar ahvoli chotki zo'r turibdi, shumka qilingan, pultlarigacha bor, mana idealni turibdi. Chexol polikchalar вообще aka o'zi mehrchan berganlar o'zaro. Nomerlar past bo'ladi. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, o'shaga telefon qilib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. 2015-yilgi Sparkcha. Sasena yaxshigina turibdi, hech qanaqa zavodskiy balonlari bor. Zavodskiy balonlar bilan turibdi, hech qanaqa ishlari yo'q, motorlari yaxshi, lyuks konsertlari bor. Umuman mazagina turibdi. O'ng'isan kattasi, Matizning akasi. Salonga keladigan bo'lsak, salonga aka отдельный mehrchani berganlar, вообще udar monitorchalari bor, teknologiya udarchalar bergan. Bitta anons bor ekan, laboyda ozroq bitta toshchayib, stresschasi bor ekan. Orqa tomondan ko'rinishlari mana ozroq mana orqanamda farada ozroq sal udarib singan joylar bor ekan, buni yopib qo'yibdilar laminatsiyalar bilan. Qolgan tomoni yaxshi. Keyin orqa eshikda strech bordilar. Strechlar bor ekan, o'sha ozroq rang aniq qilingan. Qolgan narsasi chotki toza turibdi, metallari bor, sasina udar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 73 million so'm deyaptilar. 70 millionlarga berib o'tadi. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer yozib qoldiramiz. Shularga murojaat qilishingiz mumkin. Siz bilan Garaj 21 o'z bo'ldi. Nexia 3 2023 va bir-biriga mos uchlar. Xo'p, ranglari chotki turibdi, hech qanaqa kraska hech narsa yemagan. Hammasi udar o'shigani turibdi, metallari bor, motorlari hech qanaqa ish yemagan. Men qo'lim bilan his qilyapman deydi. Balonlarga keladigan balonlar yaxshi, saka diskalar bilan birga turibdi. Salonga keladigan bo'lsa, salonning sastenasi yaxshi udar turibdi, mejgar pultlarigacha bor. Sastena udar, mazagina turibdi. Yangi hidcha kelib, sveja hidiga yo'qdi deydi. Shu udar. Orqa tomondan ko'rishi yaxshi turibdi. Aytgancha 110 ming yurgan, uncha ko'p yurmagan. O'sha bir krokdan ozroq o'tibdi. Qolgan ishlari yo'q, hech qanaqa strech ishlari yo'q. Hamma joyi toza. Narxiga keladigan bo'lsak, aka narxini qancha dedingiz? 112. Xo'p, 112 narxini 112 million so'm deyaptilar. Kelishtirib beradilar. 100 millionlarga, 110 millionlarga kelishtirib bersalar bo'ladi. Narx bo'lishini joyda tashlasiz. Murojaat etgan nomerlar pastda bo'ladi. Qimmatligi aka yaxshi mehr berganlar, pon lyuks konserner beparasat. Lyuks konsernerlari bor. Hamma narsasi shikarni bo'lganligi uchun qimmat. Aka sastenasi udar turibdi, hech qanaqa xarajat qilmaysiz, shuni olasizlar, manasizlar yurasizlar, tamom. Udar. Xo'p, 2017-yilgi oq Spark qaychog'imiz. Motorlar chotga turibdi, biror so'm xarajati yo'q. Shikarni maslagina turibdi. Balonlar yangi 4 ta diska balon yangi qo'yilgan. Rangga keladigan bo'lsak, ozroqqa mana shu joylarida petnochasi bor ekan. Bu tarafida mana shu joylarda ozroq petnochasi. Qolgan ish yo'q. Yo'q, strasni joylari yo'q. Tonirovka qilingan, tonirovka ruxsatlari o'yin-o'yicha bor. Bemalol maza qilib yuradi, lyuks konserner, ichida maza qilib qishda ketganda yurasizlar. Qo'shiqqa muz joningdan degan mashinadan bittasi deydi-ku. Qonunlar lyuks konsernerchalar udar, shumka qilingan. Aybi bitta pult yo'q ekan. Qolgan narsalar bor, pult o'zlaringiz qo'yib olsangiz bo'ladi. Qolgan xarajatlari yo'q. Qonunlar maza qilib yuradigan mana shu metallari bor. Orqa tomonda ko'rinishi chotki shikarli turibdi. Shu guruchlarni o'zlariga mos qilib qo'yganlar. Yurgan 80 ming yurgan. Uncha zotib ekan. Narxiga keladigan bo'lsak, $6200 deyaptilar. Tushib beraman deyaptilar. Shu pastda nomerlar bo'ladi. Kimgadir yoqadigan bo'lsa, shikarni matizchamiz. Shu nomerga aloqaga chiqamizda, aka qancha qilib berasiz? Naqd pulim bu, kelishamiz. Kelishsalaringiz bo'ladi.
Xo'p, 2021-yilgi Gentra sastana yaxshi ishlar bo'lmagan, metallari bor, ichidan moy-poy qochirib boshqa narsa qilmaydi. Siz ahvollarda yaxshigina turibdi. Umuman olganda normal masla turibdi. 2025 bor yo'q, to'yilmagan yo'qmi? Lekin yaxshigina turibdi. Unaqa almashib, strech, urilib, o'chib qoladigan narsalar odatlar yo'q deyaptilar. Chotki. Balolar ham normalni. Salonlar ahvoli yaxshi, normalni turibdi. Unaqa rastorada qilib chiqib ketmagan, yaxshigina, sastanasi yaxshigina turibdi. Bitta chexol qo'yib orasida chotki bilan. Orqa tomondan ko'rinishi, orqa tomonda hech qanaqa ishlari yo'q. Boyagidek aka toza deb orqasida bironta strech narsasi yo'q, ammo chotki turibdi. Narxiga kelganda 140 million so'm deyaptilar. 135 larga bera olishlari mumkin. 140 ta kami bor deyapti. 135 million shunday narx tashlasizlar, jon-jon deb 130 dan berishlari mumkin. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, kimgadir avval like bosamiz, keyin pastda nomerlar bor. O'sha nomerlarga murojaat qilib gaplashib, kelishib olishlaringiz mumkin.